Habib aka, rostdan mana shu uyda shashlik qiladimi? Men bu mashinalar nimaga kelgan deb o'ylayapsam, bu ukam o'zi yosh bo'lishiga qaramasdan 18 yildan beri shashlik qiladi. Ketdi. Habib aka qayerga kelib qoldik aka? Buni sal tushuntiring menga. Bu o'zi Ko'kchadagi nomi chiqqan xonadon, To'xtaboyevachcha xonadoni. Umrlar uzoq bo'lsin, hozir 92 yoshdalar. Hayotlar Nazarbekda yashashadi. To'xta qassob ham deyishardi. Bu yerda meni o'rtog'imning uyi bo'lgan. Mana shu bolxonada birinchi videolar chiqqanda shu yerda karate ko'rardi. Ko'pchiliklashib o'zim o'rtog'im Baxtinur Baton deyishadi. Bu Baton desa butun shahar tanigan 90-yilda. Bizga ham kerakli joyda o'rtog'imizni nomini aytib ketgan joylarimiz bor. Ozgina to'polonchi bo'lgan, no ko'ngli toza. Mana shuni hozir jiyani mana 18 yildan beri, shu bolalikdan beri shashlik qiladi. Bu xonadonda somsalar qilingan, keyin har xil ovqatlar, pishiriqlar, shirinliklar, xullas duo ketgan joy. Hozir yeb ko'rib mazasini bilasan. Yo'q. Mana bu achchiq qiyma qarochi mana. Bu jaz. Bu yerda 3 xil shashlik hozir. Ha, rulet, achchiq qiyma, qo'yjaz moljar aralash. Nonni qaranglar qanaqa pishirishga. Xusjashlik. Ajoyib. Bu achchiq qiyma ekanda, ichiga garimdori solinar ekan. Men turklarnikida yirdim-da, achchiq qiymasi bor edi. Bizani achchiq qiyma borligini bilmasdim. Gap yo'q, mazasi zo'r ekan lekin. Achchiq qada. Qarang, ichi to'la garimdori. Xusjashli nonlari bilan. Eng qizig'i, bu yoqda hamma mana shunaqa qilib Jaydarinskiy yirganda boru. Institutga kirmagunimcha shashlikni mana bunaqa vilkada yeyish ko'rmaganman. O'sha yerda ko'rganman. Bu taraflarda bizning mahallalarda shashlik faqat mana shunaqa yeyilgan. Sizlar nima deysizlar? Shashlikni vilkadagi yaxshimi yoki Shunaqa yaxshimi? Foydasi bo'yicha shunaqa o'zi. Nuroniy murabbiylarimiz shunaqa yeyish kerak deyaptilar. Demak shunaqa. Habib aka, mana shashliklarni sentrda qilsa bilasizmi, qanaqa savdo bo'lishini? Rostdan jaydari joylarda hamma narsa shirin bo'ladi. Men yomon narsa yemaganman. Mana shunaqa oddiy xonadonlarda mehr bilan tayyorlangan narsalar, ovqatlar bo'ladi-yu. Shashlikmi, sho'rvami farqi yo'q. Qancha jaydari bo'lsa, shuncha mazali bo'ladi. Sababi bor-da. Sababi ishchi ishlatmaysan. Mana shu xonadonni o'zi qiladi. O'zi uchun o'zi kurashadi. Agar kimnidir qo'liga bersang, baribir mehr bermaydi-da. Ana. Qari bilganini pari bilmas deb shuni aytadi. Bu yoqda mana bunaqa hasham qilinar ekan. Habib akamlarga yozda ham hash yeydimi desam, bitta yeb ko'r deyaptilar. Deb ko'ryapsizmi? Tabiiy kallagan, suyi ila qaynagan, maza qilib eng foydali joylari. Ko'pchilik mana shu faqat ovqatlarni qovurib yuboradi, lekin qaynagan ovqatlar, ayniqsa suyini qaynaganlari juda ajoyib. Qani, bismillah. No. Bu mazasi boshqacha ekan. Buni yeb ko'rish kerak. Endi yozda hash yeysizlarmi yo'qmi bilmadim-ku, lekin sariyodek ketyapti.